Jahon chempionatida O'zbekiston guruhdan chiqa oladi deb o'ylaysizmi? Chiqadi. Xo'p, birinchi o'yinda Portugaliya bilan hisob nechi bo'ladi? Taxminiy. Shu bir o'zi kerak. Chiqish imkoniyati bor menimcha. Birinchi o'yinda Portugaliya bilan hisob nechi bo'ladi deb o'ylaysiz? Bu endi bilmadim. Taxminiy bo'lsa 3-1lar Kim menimcha yutadi? Portugaliya. Endi O'zbekiston yomonlash bo'lmasin, lekin baribir Portugaliya yutadi menimcha. Chiqsa kerak. Birinchi o'yinda Portugaliya bilan hisob nechi bo'ladi? 2-3 bo'lsa kerak. Kim yutadi? O'zbekiston yetadi. Xudo xohlasa chiqadi. Birinchi o'yinda Portugaliya bilan hisob nechi bo'ladi deb o'ylaysiz? Taxminan durang yoki 2-1 Yutadi. yutadi. Men chiqa olsa kerak, raqib birinchi kuchli emas, o'zi standart holatdaku. Portugaliya bilan o'yinda hisob nechi bo'ladi deb o'ylaysiz? 1-2da. Kim yutadi? O'zbekiston yetadi muhimi. Men hamma aytadi-yu, masalan, Portugaliya bilan tushib qolsa, bo'lib qolsa, mabodo yutolmay qolsa-chi, hamma yutolmaydi, baribir yengiladi deb o'ylayapti. Men bundoq sal просто mantiqan fikrlayapman. Nimadir bo'ladi yoki qanaqadir 1-1 bo'lib qolibmi yoki 2-1 bo'lib qolibmi Portugaliya bilan yutib qo'ysa, unda nima bo'lar ekan? Shunaqa, agar shunaqa bo'lib qolsa-da, endi qolgan davlatlardan O'zbekistonga investorlar kirib kelib, qanaqadir rivojlanishlar bo'lib ketib, masalan, hozir ham shu ancha-muncha rivojlanish bo'lib ketdi-yu, endi futbolga ham yanada ham yuqoriroq bo'lib ketarmidi deb o'ylab qolaman. Jahon chempionatida O'zbekiston guruhdan chiqa oladi deb o'ylaysizmi? Taxminim yo'q, chunki Portugaliya bilan Kolumbiya bor. Taxminiy hisob qancha bo'ladi? 3-1 Portugaliya bilan, Kolumbiya bilan 2-0. Xudo xohlasa ikkinchi o'rin bilan chiqadi. Ikkinchi o'rin bilan Portugaliya bilan birinchi o'yinda hisob nechi bo'ladi? 1-1 o'ynaydi Portugaliya, 1-1 o'ynaydi.